Viva la vida. Piknikdan nima kutasiz? Unutilmas xotiralar birinchi o'rinda, keyin shirin ovqat и kreativ o'yinlar. Tanimagan odamlar bilan tanishish, do'stlashish, zo'r o'tishini kutaman. Такой atmosfera. Короче, ko'p narsa kutyapman. Hozir aytib bera olmayman. Piknik qalay o'tyapti? Siz kutgandaqa bo'ldimi piknik? Men вообще boshqa narsani kutdim, lekin undan ham zo'r o'tdi. Men zo'r bo'lishini bilardim, lekin undan ham zo'r bo'ldi. Biz Feruza bilan qanaqadir fotosessiyalar qilib keldik, to'g'lar bilan. Вообще cho'tki bo'ldi. Ayniqsa arqon tortish, biz ikkita jamoani yutib yubordik даже. И pul yutug'ini yutib oldik. Qanchaligini aytmayman. Piknik вообще zo'r o'tdi. Bugungi kun вообще шикарный bo'ldi. Birinchidan internet ishlamadi bu yerda, и o'shanga plus vaqt juda ham sekin o'tgandek tuyuldi. To'g'risini aytsam, faqat video и rasmni uchun keldim. To'g'risi. A потом реально bu yerda ko'pchiligimiz bir-birimizni tanimasak, реально bu yerda yaqin bo'lib ketdik. Kutgan narsam bo'ldi. И video, rasmlar, prям men kutgandek atmosfera, men kutgandek. Mafiyada maza qilib o'ynadik. Prям вообще kreativniy odamlar, hammasi вообще zo'r, kollektiv вообще cho'tki. Atmosfera ham вообще top. Boshqa hech nima deya olmayman. Mafiya o'ynadik. Mafiya вообще шикарный bo'ldi. Gap yo'q. Kстати, men mafiya edim. 3 ta odam, 3 ta mirni bittaman qoldim. O'sha yerda lekin ular yutishdi. Уже prям o'rtoq bo'lib ketdik. Реально просто. Sog'ligini bilasizlar. Gap yo'q, kutganimdan вообще cho'tki bo'ldi. Chiroyli kommentlarni qoldirib qo'yamiz. Mil Juniorga obuna bo'lib qo'yiladi. Oxirida reklama. Пока, всем пока. Yo'lga